Do'stlar, qo'ylarni ushlab ko'rsatamiz. Mana, bu yog'ini qayirib turing. Bu yog'ini qayirib turing. Bahrom aka, ushlab oldingizmi? Ushlab oldim aka. Yaxshi. Yoshi nima ekan buni aka? Yoshi mana aka. Soxta endi mana ikki tishga o'xshamaydi. ikki tish aka mana aka. Ikki tish qo'yga o'xshamaydi, jasadidan yirik qo'y. Do'stlar, mana qo'ylarimizni holatiga, mana oyog'ini to'g'rilab oling. Katta kichikligiga qarang, mana odamning oldiga turishini qarang. Mana shunday Hisor tog' yonbag'rida do'stlar, mana shunday ko'rganingizdek yaxshi qo'ylarimizni, nasldor qo'ylarimizni biz yetishtirib YouTube kanalimizda muntazam qo'yib boryapmiz. Bahrom aka, endi shuni qo'yavering-da, qo'shilsin, odamlar katta kichikligini ko'rib olishadi. Soni nechta dedik aka? 55 ta aka. Sal haydab yuboring, olib yog'ini burib yuboring. 55 bosh, ha? 7 million 500 dan baho qo'ydik. 7 million 500 mingdan, ha. Aha. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor aka, O'zbekiston bo'ylab aka. Xayri bor. Xayri bor aka. Kami bor, kelishadigan joy bor. Ha, kelishtirib beramiz aka. Aha. Yaxshi, bu yoqqa qaraylik. Qo'ylarni bir oldilarini, yurishlarini bir ko'raylik. Mana, ko'proq odamga tarqatib, layklarni bosib qo'yaverasizlar do'stlar. Biz mana shunday yaxshi qo'ylarni siz aziz obunachilarimiz uchun qo'yib boraveramiz.